kaptarlar uchun, tovuqlar uchun va mana bunday shinam kataklar kerakmi? Videoni ko'rishni davom eting. Siz hali ham bizni kuzatmoqdamisiz? Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Mana bu kataklarimiz mana juda chiroyli holatda tayyorlangan. Uzunligi 4,5 metr, eniga общий eni 2,5 metr va balandligi 220-230 cm dan iborat katta gigant katagimiz. Oldilari mana ko'rib turganingizdek 6 gram bo'lib chiqqan. Oldi ko'rinishimizda 3 ta portichkalar bor, kaptar kirib chiqish uchun. Va oldida mana katta holatda eshiklarimiz o'rnatib o'tib ketilgan. Gnezdolarimiz zakaz asosida tayyorlangan. Razmeri esa balandligi 40, eniga 40, uzunligi 50 cm dan ajratilgan. Gnezdolarimiz soni esa 36 tadan iborat va ikki tomonda mana parlash xonalari o'rnatib o'tib ketilgan. Qo'noqlar yetarli darajada va tepada svet montajlari o'rnatilgan. Xonadoningizda 7 xazinani biri tovuq boqishni xohlaysizmi? Siz mana bunday kataklarni olishingizni tavsiya qilamiz. Sababi bu kataklar xonadonda chiroyli turadi va joy egallamasligi va salqinga yoki oftoblarga olib qo'yishga juda qulay holatda. Bu katagimiz razmeri uzunligi 2 metr, eniga 1.30 va balandligi 2 metrni o'z ichiga oladi. Tepasida ikkita xonasi bor, eshigi hozir tayyorlanyapti. Pasti esa ajratilmagan keng holatda. Tepasida отдельный tovuqlarni ikki xil boqaman yoki cho'ja boqaman deganlar uchun va yonida mana tuxum olish uchun mana eshikchilarni o'rnatib o'tib ketilgan. Yonida mana vodostoykalari chiroyli holatda. Don yeydigan joylari. Ikkalasi ham bir xil razmerda tayyorlangan bir kishi uchun. Bu katagimizni 4 metr bitta yasab bering deyishgandi. Biz 2 ga ajratib berdik. Sababi ko'tarishga, joylashga qulayligi uchun ikkita yasab berdik 2 metrdan. Bu yana bir kaptar katagimiz ixchamligi, arka tomligi va chiroyliligi bilan ajralib turadi. Portichkalari razmeri uzunligi 1,5 metr, eni 1,5 metr, balandligi esa 2 metrni o'z ichiga oladi. 20 dona gnezdosi va bitta parlash xonasidan o'rnatib o'tib ketilgan. Qo'noqlari bor. Ichkarisi odamni xotirjam ko'taradi. Eshiklari mana katta holatda profildan tayyorlangan va siz istasangiz xohlagan katagingizga mana bunday balonlarni o'rnatib beramiz. Xohlagan joyingizga tortib olishingiz mumkin. Narxi qulayroq deganlar uchun ham tovuq kataklarimiz va kaptar kataklarimiz mavjud. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari bu katagimiz uzunligi 1.70, yonida sandiqlari bor, tuxum oladigan joylarini o'rnatib o'tib ketilgan. Yo'llariga mana issiq sovuq o'tkazmasligiga hozir sovuqli kunlarga moslangan falgalarni qadab qo'yilgan. Bu katagimiz esa 2 metrga 1 metr, yerli variantlari bu. Tagida hech narsa yo'q, yerga o'rnaydi. Bu katagimiz ham 2 ga 1, tagi setkali varianti va o'rtasidan bo'lib qo'yganmiz. 5 ta 6 ta chiroyli xonadonda tovuq boqaman deganlar uchun 1,5 metrli narxi ham qulay holatda kataklarimiz yetkazib berishlari kelishilgan holda tayyorlab beramiz.